Senin işin emasmi ama senin işin emasmi? Senin mesuliyetun yok mu? Ben kulak sinema mı? Ya senin emasmi? Benim kandan mesuliyet. Ya sinema jinesi emasmi? Ya sinema Benimki. Ya sinema jinesi. Çırak paransı neymiş oldu ya? Ya sinema jinesi. Senin işin anlap koyma bu. Kanda benim işim tuttu. Ben bunu kulaklığın işte kulak çıkan. Ya bu işte kunak çoğmuş emas bu. Şu yapmaz bu aynı kadar. İki tal konak çoğun işmez. Hakikaten çoğun işmez. Hazır mesele konaklığın işmez. Bak konaklıkka konak ağırlık kirip diken. Motoru kettiken. Motorunu hak ap ketse bana tüylep be deydi. Ya ben neymiş tüylep mi? Ya şu davul emasmi? Ya şu yapmazmı şu? Ya bak bunu yaşanlar. Ben motordan bir çıktım şu ama. Yoldan ötkazma kulaklığını kırıp kaldım. Bu kulaklıkını kulak koymagan bolsam ben motorunu bir şey to'xtatamdim. Ha? Ben bu kulaklıkını kulakqa chiqarmagan bolsam motorimni yo'qolib ketamdi. Ha? Kulaklıkni bir chiqib olib kelsam ishim bo'lmaydi shunami? Ya ishim bo'lmaydi. Açıkçası işim olmaydı. Bir kulak koymagan emas motorimni nima şey to'xtamay ishchi kim ketmasdan. Şu yapmazmı? Sen to'laysan motorimni. Ben seni masaladan anlab. Sen konaklıkımı konak ağırlık kirdin. Oğurluk kıldın. Şimdi ben bu nasıl demesem motorunu tüylep be deysin. Ben keldim mi? Motorunu hak ap kes ben neymiş tüylep mi? Sen gap tushunamsan? Sen davul tushunamsan? Sen kallan qanday? Sen abdat qo'noq teraver, kallan dars ketib tangdimi? Shunaqa qildi. Sen men yo'l bo'yi qo'noq termisan? Ben motorimda yo'lda mang'ash, men yo'l bo'yi qo'noqni ko'rmasam motorimni to'xtatmaydim bu yerga. To'xtatmaydim shunami? Ichki ketaveraver qo'ydim. Qo'noqliqni qo'noq bo'lmagan bo'lsa, qo'noq o'zgarib kiramdim qo'noqliqqa. Ha? Bu aytsak sinama emasmi? Benimki. Qo'noqliqni qo'noq bo'lg'achqa men keldim shunami bu yerga? Shunaqa istamiz, gap qilay, qapaqda tushmayam. Men shunaqa men qo'noq bo'lg'achqa men motorimni bu yerga to'xtatdim. Qo'noqni olib chiqmoqchi motorim yo'qolib ketdi. Qanday? Bu ya sinema emasmi? Ya mening. Bu ya qo'noqliq menimi? Sinema mening. Sinema ya? Benimki. Ha? Men bu yerga qo'noqqa keldim. Bu yerga motorimni to'xtatib qo'ysam yo'qolib ketdi. Men seniki bu yerga qo'noq olmagan bo'lsa motorimni bu yerga to'xtatib qo'yamdim, ha? Ha, motorimdan mushak minib kelamdim, bu yerga qo'noq olmagan bo'lsa. Ya, ichki kiyib ketdim, ichki nurg'un obda yalib ekan, shu yerga kiymagan bo'lsa, shu yerga kiyib ketgan bo'lsa motorim yo'qolib ketamdi. Ha? Bu ya sinema emasmi? Mening. Ha? Saqchiq ma'lum qilgan bo'lsam qanaqa qildim? Shundamiki, emasmi? Gap qila. Shundaki. Ha? Saqchiq ma'lum qilgan bo'lsam qanaqa qildim? Saqchiq ma'lum qilgan bo'lsam ish yo'qolib ketdi. Ha? Sening kichik bolalaring bormi yo'qmi? Bolalaring bormi? Bolalar ta'sir bilan bo'lmabdi. Ben saqchiq ma'lum qilgan bo'lsam, bolalar ta'sir bilan bo'lmabdi. Ish yo'qolib ketdi, yo'qolib ketdi. Ha? Mana nima? Ne uch purito. Mushmi seni masaladan hozir ko'zam gibi. Ben seni ayab qo'ydam, anglab qo'y. Sen cho'ng yordam qildim. Bu motorning pulini o'tay 2000 koy. 2000 koy? Ha. Pulata ishtik bu. Qo'yayli. Yel achchiq kelib qasmi oldi ekan, yana qilaman ishtik bo'layli. Saqchi ma'lum qilsam kichik bolalar. O'yditdi. Kichik bolang bormi yo'qmi? Naq kichik bolam bor. Kichik bolangga ta'sir bilan bo'lmabdi. Bo'pti. Ha? O'ylashdingmi? Kallangda o'tdimi? Ha? Men yordam qilaman, qilmadimmi, qilmamadimmi? Hali yaxshilik qilgandim. O'nlab odam ekanman. Ha? Ma, uyan qasirabdan. Atarib telefon uyda qolibdi ekan. Naqd deb beramsan? Ha, ma, chiqma. Qana bolalaring bormi yo'qmi? Bo'pti. Saqchiq ma'lum qilmasam qanday bo'ldi? Ha? Ish yo'qlab ketdi, tushunami? Kichik bola ta'sir bilan to'lanti. Kichik maktabda o'rganish ta'sir etadi. Ha? Asan qutulmisan? Buningga diqqat qilaman degan angladingmi? Ha? Qancha yosh keding? 99niki. 99 men 98niki, men sendan bitta cho'nkanman. Shunaqanda. Ha, buningga o'ylashib teri qo'noqni angladingmi?